gunoh. Siz men bilan nikohdan o'tasiz. Yetar shuncha. Xotini ham soppa sog'lom, nima qilardi, tug'adi-da. Axir shuncha uy-joy, meros kimgadir qolishi kerak-ku. Dadangdan tortib, xotining, sen hammang yolg'onchi. Kimgadir meros bo'lib o'tishi kerak-ku. Shunaqa deb o'ylaysizmi? Ishxonada ham ko'yni aynib yurgandi. Qaraganda shu ishlarni qilish o'zimga qoldi. Nazokatxonni tezroq uyimga olib kelishim kerak. Men hazillashyapti deb yuribman. Xullas bularda bir gap bor. Sendan bekitishyapti, jiyan. Eshitib oling. Sizlarni xizmatinglarni qilmayman. Shunday qilaman. Agar yaxshi bo'lganingda hamma seni boshiga ko'tarib yurardi. Lekin men aqlimga sig'dira olmayman. Bu dunyoda hamma narsa bo'lishi mumkin. Bitta yomonni ko'rib tavba qilmadingizmi? Bugun sizni o'zim mashinada tashab qo'yaman bog'chaga, ha? Salom azizlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Mana yana bir gal songi bor yoxud kechir 2 serialining eng sara qismlaridan birini tahlil qilish uchun yigildik. Bugun biz 58 qism haqida gaplashamiz. Ammo bu safar oddiy tahlil emas, balki voqealar ortida qolgan his-tuyg'ular, yuraklardagi iztiroblar va jimjitlikda aytilmagan gaplar haqida so'z yuritamiz. Tayyor bo'ling, chunki bugun ko'z yoshlar va kulgi, nafrat va muhabbat bir-biriga chirmashgan bir epizodni eslaymiz. Bilasizmi, 58 qismni tomosha qilarkanman, bir narsaga amin bo'ldim. Bu serial shunchaki oilaviy janjallar haqida emas. Bu serial inson qalbi haqida. Har bir qahramonning o'z iztirobi, o'z dardi, o'z umidi bor. Va 58 qismda ana shu dardlar bir-biri bilan to'qnashdi. Go'yo bir piyola choy ichida bo'ronlar boshlandi. Keling, eng avvalo Sevaradan boshlaylik. Bu bechora qizning ko'zlariga bir qarab ko'ring. U shunchaki sevgi va hurmat izlab bu uyga kelgan edi. Lekin uy eshigidan kirishi bilan unga qarshi bir devor qurilganini sezdi. 57 qismda uning qo'lidan tortib olingan mashina kalitlari 58 qismda uning butun borligini asirga oldi. Onaxon mashinani haydab ketdi, ammo u bilan birga Sevaraning orzularini ham haydab ketdi. Endi u xonasidan chiqmaydi. Deraza oldida o'tirib, ko'chaga uzoq tikiladi. Nimani ko'radi u uzoqlarda? O'z kelajagini, yo'qolgan baxtini, yoki shunchaki bir kun kelib bu azoblar tugashini kutadimi? Eri unga yaqinlashishga urinadi. Lekin so'z topolmaydi. Qanday so'z bilan tasalli berasan, onang xotinning qadrini oyoq osti qilganida. U onasining oldiga boradi. Onasidan o'tinishni, tushunishni so'raydi. Ammo ona o'g'liga shunday bir javob qaytaradiki, butun vujuding titraydi. U aytadi, bu uyda mening sozim o'tadi. Men tirik ekanman, hech kim mendan ustun bo'la olmaydi. Bu so'zlar nafaqat Sevaraga, balki o'z o'g'liga ham zarba edi. Ogil onasining ko'zlariga qaraydi va u erda mehr emas, balki faqat hukmronlik istagini ko'radi. Shu lahzada uning yuragida nimadir sinadi. Nimadir o'zgaradi. Endi esa boshqa bir ayolga o'taylik. Nazokat. Bu ayol haqida nima deyish mumkin? U yovuzmi? Makkormi? Yoki shunchaki hayot undan olganini qaytarib olishga urinayotgan bir ayolmi? Kim biladi, balki u ham bir paytlar Sevara kabi pokiza va soddadil bo'lgan. Balki hayot uni shunday qilib qo'ygan. 58 qismda u va uning sherigi yana bir bor o'z rejalarini amalga oshirishga kirishdilar. Ular endi ochiqdan-ochiq harakat qilishmoqda. Oila boshligining oldiga borib, unga biznes taklif qilishdi. Bu taklifda qancha haqiqat bor, qancha yolg'on. Buni faqat ular biladi. Ammo oila boshligi ularni tingladi. Uning ko'zlarida ikkilanishni ko'rdik. Balki u o'ylayapti, bu ayollar menga nima bermoqchi? Orqasida nima yashirin? Ammo taklif juda shirin. Rad etish qiyin. Va nazokat buni yaxshi biladi. U odamlarning zaif tomonlarini topishda mohir. U biladi, har bir insonning o'z dardi bor.
Va shu dard orqali unga yetib borish mumkin. 58 qismdagi eng kutilmagan voqea bu beshik sirining oshkor bo'lishi edi, shunday emasmi? Uyning keksa onasi hamma bilan birga o'tirib, haqiqatni aytganida xona jimlikka cho'mdi. Hech kim nima deyishini bilmadi. O'sha kichkina beshik ortida butun bir oilaning uyati, dardi va rahm-shafqati yashiringan edi. Keksa ona yosh jiyanini himoya qilish uchun uni yashirgan edi. U g'iybatchilardan, yomon ko'zlardan saqlagan edi. Va endi haqiqat oshkor bo'lgach, ba'zilar uyaldi. Ba'zilar yengil tortdi. Ammo fitnachilar nima qildi? Ular yana jim qolishdi. Ular yana o'z rejalarni toqishda davom etishdi. Chunki ularga haqiqat kerak emas, ularga faqat o'z manfaati kerak. Hasad degan narsa insonni qanday o'zgartirib yuboradi? Kelinoyini ko'ring. Uning yuragi nafrat bilan to'lib toshgan. U akasiga hujum qilgan sahna butun oiladagi eng og'ir sahnalardan biri edi. U akasini zaiflikda aybladi, uni xotiniga ergashishda aybladi. Ammo aslida u nimani xohlaydi? U shunchaki e'tibor istaydi. U shunchaki qadr topishni xohlaydi. Ammo uni qadrlash o'rniga hamma uni yomon ko'radi. Va bu nafrat uni yanada zaharli qiladi. Akasi unga javob qaytarganida u hayratda qoldi. U hech qachon akasining bunday qilishini kutmagan edi. Bu uning mag'rurligiga zarba bo'ldi. U ketdi, ammo ketayotib ko'zlarida qasos olovi yonayotganini ko'rdik. U taslim bo'lmaydi. U hech qachon taslim bo'lmaydi. Keksa ona va eri o'rtasidagi tungi suhbat esa serialdagi eng go'zal va eng achchiq sahnalardan biri edi. Ular yolg'iz qolishdi. Hech qanday janjal yo'q. Hech qanday baqiriq. Faqat ikki keksa odam bir umr birga yashab, endi bir-birini tushunishga urinayotgan edi. Eri unga nega mashinani Sevaraga berganini aytdi. U aytdi, men uni o'zimning yoshligimni ko'rib turibman. U ham bir paytlar men kabi begona edi. Men uni o'sha yolg'izlikdan qutqarishni xohladim. Bu so'zlarni eshitib, onaning ko'zlarida nimadir o'zgardi. U erining yuziga uzoq tikildi. Va o'sha lahzada u tushundi, eri shunchaki mehribonlik qilgan emas, u o'zining 60dagi dardni davolagan edi. Ona hech narsa demadi. U shunchaki indamay o'rnidan turdi va ketdi. Ammo uning yurishida nimadir o'zgargan edi. Balki u endi o'ylay boshlagan, men to'g'ri qildimmi? Men juda qattiqqo'l bo'ldimmi? Epizodning eng so'nggi daqiqalarida esa bizni yana bir kutilmagan hodisa kutib turgan edi. Nazokatga sirli qo'ng'iroq keladi. Telefon trubkasidagi ovoz uni qo'rqitadi. Kimdir uning rejalarini biladi. Kimdir uni kuzatib yurgan ekan. Va endi u tahdid qilyapti, orqaga chekin, aks holda hammasini oshkor qilaman. Nazokatning yuzi oqarib ketdi. U butun serial davomida hech qachon bunday qo'rqqan emas edi. Demak, kimdir borki, undan ham kuchliroq. Kimdir borki, uning barcha sirlarini biladi. Kim u? Bu savolga javob topish uchun biz 59 qismni kutishimiz kerak. Azizlar, 58 qism bizga nimani o'rgatdi? Oilada muhabbat va hurmat bo'lmasa, boylik va mashinalar hech narsa emas. Sevaraning ko'z yoshlari, onaning qattiqqo'lligi, kelinoyining hasadi, nazokatning makri, bularning barchasi bir oilaning ichida yuz berayotgan fojianing bir qismi. Ammo bu fojia ortida hali umid bor. Keksa er va xotin o'rtasidagi suhbat, Sevara va eri o'rtasidagi jim sahnada sezilgan mehr, bularning barchasi bir kun kelib hammasi yaxshi bo'lishiga ishonch beradi. Balki 59 qismda bu umid yanada kuchayadi. Balki kimdir o'z xatosini tushunadi va kechirim so'raydi. Sizlar nima deysiz? 59 qismda nima bo'ladi? Nazokatning siri ochiladimi? Sevaraga mashinasi qaytariladimi? Hasadgo'y kelinoyi o'z rejalarini amalga oshiradimi? Izohlar bo'limida yozib qoldiring. Keling, birgalikda bashorat qilaylik. Agar tahlil sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'lib, yangi qismlar haqida birinchi bo'lib xabardor bo'ling. Keyingi tahlillargacha xayr. Salomat bo'ling, o'zingizni asrang. Lekin 56 qismda u markaziy o'ringa chiqadi. Bu insonning o'tmishi, uning yashirin sirlari asta-sekin ochila boshlaydi. Ma'lum bo'lishicha, u aslida o'zi ko'rsatib yurgan odam emas ekan. Uning niyatlari, maqsadlari, hayotga qarashlari, bularning barchasi tomoshabinlarni hayratda qoldiradi.
Kimdir uni yomon ko'radi, kimdir tushunadi, kimdir esa hatto oqlaydi. Ammo bir narsa aniq, bu qahramonsiz serial endi avvalgidek bo'lmaydi. 56 qismda sevgi chizigi ham o'zining eng qizgin nuqtasiga yetib boradi. Ikki yurak o'rtasidagi munosabatlar yangi bosqichga ko'tariladi. Ular endi bir-birlariga bo'lgan his-tuyg'ularini yashirishni istamaydilar, ammo jamiyat, oila, urf-odatlar ularning oldida yangi to'siqlar paydo qiladi. Bu to'siqlarni yengib o'ta oladilarmi? Sevgi hamma narsadan kuchlimi? Bu savollarga javobni 56 qismda topasiz. Eng dahshatli yangiliklardan biri, bu serialning bir qahramoni og'ir kasalga chalinadi. Bu jarayonda kimdir o'z gururini yengadi, kimdir kechirim so'raydi, kimdir esa birinchi marta kechirdim deyishga jur'at etadi. Bu sahnalar tomoshabinlarning ko'zlarida yosh, qalbida esa iliq hislar qoldiradi. Keling, 55 qismda eng ko'p muhokama qilingan lahzalarga yana bir bor qaytaylik. Esingizdami o'sha mashina oldidagi vidolashuv sahnasi? Bu sahna shunchalik tabiiy va jonli ediki, siz ularning yonida turgandek his qilasiz. Qahramonlarning har bir so'zi, har bir nigohi, hatto ularning jim turishlari ham juda katta ma'noga ega. Aynan shunday sahnalar tufayli bu serial millionlab tomoshabinlarning qalbidan joy olgan. 55 qismda yana bir qahramon bor edi, u butun qism davomida sukut saqladi. U deyarli gapirmadi, lekin uning ko'zlari, uning yuz ifodasi minglab so'zlardan ko'ra ko'proq narsani aytdi. Bu aktyorning mahoratiga tasanno. 56 qismda aynan shu qahramon tilga kirib, og'zidan chiqadigan har bir so'z bilan butun voqealar rivojini o'zgartirib yuboradi. Serialning rejissyorlik ishi, operatorlik mahorati, musiqiy bezatilishi, bularning barchasi yuqori saviyada. Ayniqsa, tog'li hududlarda suratga olingan manzaralar, shaharning tungi chiroqlari, yomg'irli kunlardagi sahnalar, bularning barchasi serialning badiiy qiymatini yanada oshirgan. Endi esa 56 qismda yana qanday kutilmagan hodisalar yuz berishi mumkinligi haqida bir oz fikr yuritamiz. Menimcha, serial ssenariysi shunday qurilganki, har bir qism oxirida tomoshabinda keyin nima bo'ladi degan savol qoladi. 56 qismda bu savolga javoblar juda qiziqarli bo'ladi. Bir qahramon o'zining haqiqiy kimligini ochib beradi va bu haqiqat hammaga zarba bo'ladi. Yana bir qahramon esa o'z sevgisi uchun kurashda bor kuchini ishga soladi va bu kurashda u eng yaqin insoniga qarshi chiqishga majbur bo'ladi. Serialda bola obrazlari ham juda ta'sirli. 50da o'z qalbini ozod qiladi, o'zini yangi hayotga tayyorlaydi. Serialda aynan shu g'oya juda chiroyli tarzda ifodalangan. Umid qilamizki, 56 qismda ham kechirim va yarashuv mavzusi o'zining eng yuqori nuqtasiga yetadi. Yana bir muhim jihat, bu serialda ko'tarilgan ijtimoiy masalalar. Ijtimoiy adolatsizlik, boy va kambag'al o'rtasidagi tafovut, mansabdorlarning xalqqa munosabati, bularning barchasi serialda o'z ifodasini topgan. 56 qismda bu mavzular yanada chuqurlashadi va tomoshabinlarni o'ylantirib qo'yadi. Serialning eng go'zal tomoni bu undagi musiqalar. Har bir sahna uchun maxsus tanlangan kuy, har bir qahramonning o'ziga xos musiqiy mavzusi bor. 56 qismda yangi bir qo'shiq yangraydi. Bu qo'shiq darhol hitga aylanadi, deb ishonaman. Uning so'zlari, ohangi
ijrosi barchasi yuqori darajada. Va nihoyat 55 qismning eng so'nggi kadri. Bu kadrda qahramonning yuzidagi ifoda, uning nigohi, uning ichki kechinmalari, bularning barchasi keyingi qismda katta o'zgarishlar bo'lishidan darak beradi. Ha, 56 qism aynan shu nuqtadan boshlanadi va bizni aql bovar qilmas sarguzashtlar kutib oladi. Aziz tomoshabinlar, so'nggi bor yoxud kechir 2 serialining 55 qismi haqidagi fikrlaringiz qanday? Sizga qaysi sahnalar ko'proq ta'sir qildi? 56 qismda nimalar bo'lishini kutyapsiz? Fikrlaringizni izohlar bo'limida yozib qoldiring. Keling, birgalikda muhokama qilaylik. Obuna bo'lishni unutmang. 56 qism chiqishi bilan darhol yangi tahlil videosi bilan bo'lamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Xayr, do'stlar, ko'rishguncha. Eshitib qoladi va uning yuzidagi ifoda hammasini aytib turibdi. U allaqachon keyingi qadamini rejalashtirmoqda. U ko'proq narsani xohlaydi va buning uchun jim turmaydi. Lekin 50 qismning eng katta voqeasi eng oxirida sodir bo'ladi. Sud o'z qarorini e'lon qiladi. Sudya Nosir Ahmadovichning da'vosini qanoatlantirgan holda Aysha O'zbekistonda otasi bilan qolishiga hukm chiqaradi. Ona iglaydi, yolvoradi, lekin kech. Qaror qat'iy. Nosir sud zalidan boshi baland chiqadi, lekin ko'zlarida charchoq bor. U jangda g'alaba qozondi, lekin oilasining kelajagi uchun kurash hali tugamagan. Va oxirgi sahnada Nosir Ayshani uyiga olib keladi. Dediki, Havoni pichoq bilan kesish mumkin edi. Nosir Ahmadovich hayotining eng katta sud kurashini boshdan kechirmoqda. Qizi Ayshaning onasi bolani Amerikaga olib ketmoqchi.
Nosir esa bunga qarshi bor kuchi bilan kurashmoqda. Bu endi shunchaki vasiylik masalasi emas, bu shaxsiy kurashga aylangan. Sobiq rafiqasi chet elda yangi hayot boshlashni xohlaydi va qizini ham o'zi bilan olib ketishga tayyor. Sud keyin ko'ramiz. U Nosir bilan yangi hayot qurishga urinmoqda, lekin o'zining ham murakkab his-tuyg'ulari bor. U Aysha haqida biladi, onaning qizni olib ketmoqchi ekanligini biladi va Nosirning bu kurashda parchalanayotganini kuzatadi. Bir sahnada u yolg'iz o'tirib, men o'zimni nimaga qo'ydim deb o'ylayotgandek bo'ladi. U o'gay ona bo'lishga, ayniqsa bunday xunuk urush o'rtasidagi bolaga ona bo'lishga tayyormi, o'zi ham bilmaydi. Zarina Amerikadan eri bilan ajrashib qaytganini ko'rdik. U juda katta mag'rurlik bilan qaytib keldi va darhol muammo keltira boshladi. U o'gay onasi Matlubaga shunchalik shafqatsiz munosabatda bo'ldiki, hatto otasi go'zalroq ayol topsa bo'lmasmidi, dedi. Bunga ishona olasizmi? Matluba yuragi ezilib, nega unga bunday yomon munosabatda bo'lishayotganini tushunolmadi. Eng katta voqea albatta sud jarayoni edi. Nosir, keksa ota, bolalarini uni 5 yil davomida qariyalar uyiga tashlab ketgani uchun sudga berdi. U uyini katta o'g'li Murodga o'tkazib bergan edi, lekin keyin kelini Zulfiya uning hayotini Farhod nihoyat onasiga qarshi chiqadi. U, ona, men sizni yaxshi ko'raman, lekin endi hayotimni boshqarishingizga yo'l qo'yolmayman. Nozima mening xotinim va men uni qo'llab-quvvatlayman. Agar buni qabul qila olmasangiz, ehtimol alohida yashashimiz kerak, deydi. Hamma qotib qoladi. U haqiqatan ham shuni aytdimi? Zulfiyaning rangi oqarib ketadi. U o'z o'g'li uning ustidan xotinini tanlashiga ishonolmaydi.
berib, uni tuzoqqa tushirmoqchi bo'ladi va xato qilishiga sababchi bo'lib, ishdan haydalishiga erishmoqchi bo'ladi. Ammo Nozima aqlli. U nimadir noto'g'ri ekanligini sezadi va hamma narsani 2 marta tekshiradi. Xatoni topgach, u nazokat bilan yakkama-yakka uchrashib, nima qilmoqchi bo'lganingizni bilaman. Lekin men xo'jayinga aytmayman. Men faqat ishlashni va o'rganishni xohlayman. Iltimos, boshqa bunday qilmang, deydi. Nazokat hayratda qoladi. U Nozimaning bunchalik kechirimli bo'lishini kutmagan edi. Endi sodir bo'ladi. Zulfiya Farhod bilan janjaldan keyin ishni oz qoliga olishga qaror qiladi. U Nosirning yangi kvartirasiga kenja o'g'li bilan yashayotgan joyiga boradi. Eshikni taqillatadi va Nosir eshikni ochganda u tiz chokib yiglay boshlaydi. U, ota, iltimos meni kechiring. Men xato qildim. Men sizga yomon munosabatda bo'ldim. Iltimos, uyga qayting. Men va'da beraman, hammasi boshqacha bo'ladi, deydi.